Assalomu alaykum. Man obunachilarim, podpischiklarim like bosgan. Obunachilarimni niyatini olamiz. Ko'pchilikda savol kelibdi. Savol shundan iboratki, ikkinchi turmush qilganlarga ham bir ko'rib bering opa degan. Bugungi o'chirimimiz ikkinchi turmush qilib, birinchi turmushdan ajralib, ikkinchi turmush qurganlarga o'chirim bo'ladi. Obuna bo'lgan, like bosgan, podpiska bo'lgan obunachilarimni niyatini olaman. Kimga kerak bo'lasam 50lik kod 708 85 66 Telegram nomerda bo'laman. Obuna bo'lgan, like bosgan obunachilarimni niyatini oldim. Bugungi o'chirimimiz birinchi turmushdan ajrashib, ikkinchi turmush qurib, ikkinchi turmushdagi oila a'zolari nima gap so'z ularda shularni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi turmush qilganlar. Ikkinchi turmush qilganlarni oilasida baraka yo'q, pul bor, baraka yo'q, gap so'z ko'p, juda ham gap so'z ko'p. Ayrimlarnikida ishlari orqaga borib qolyapti. Qanday desam, yoshi katta bo'lib qolib o'ylanganmi yoki bo'lmasa yurib unaqa qilib tavakkal qilib o'ylangan bo'lishi ham mumkin. Oilangizda siz ikkinchi ayol bo'lishingiz ham mumkin. Ularning oilasida lekin qaynakangiz bo'lishi mumkin, qaynoqangiz yoki qaynanangiz ham bo'lishi mumkin. Kelishtirmayapti, chiqishtirmayapti sizlarni, gap so'z qaynayapti, qandaydir sizni uni birinchi oilasidan farzandi bo'lsa agar, u bilan sizni farzandlaringizni ajratayotgani ham bu yerda chiqyapti. Ikkinchi turmush qurgan, bu hammaga ham to'g'ri kelavermaydi azizlarim. Bu kimlargadir tushadi, kimlargadir tushmaydi. Kimlarga alohida o'chirim qildirish kerak bo'lsa, men Telegram raqamimni qoldirdim. Shu raqamga bog'lanasizlar. Ikkinchi turmush qurgan ayolni qaynatasi yoki qaynanasi yoki qaynakasi, может qaynopasi bo'lishi ham mumkin. Farzandlar birinchi turmushdan qolgan farzandlar ham bo'lishi mumkin. Ikkinchi turmush qurgan ayollarimizni ayrimlarini chiqishtirmayapti, kun bermayapti, janjal chiqaryapti. O'g'li bilan gaplashtirmayapti, urushtiryapti, faqat o'g'li bilan urushtiryapti deyapti. Bu yerda puli bor, barakasi yo'q. Keladi, ketadi, dokumentatsiya ishlar qildirayotganlar ham bor. Dokumentatsiya ishlar qildirayotganlarimizni ayrimlarimizniki o'sha o'xshab qolay deb turibdi. Ayrimlarimizniki o'sha отказ chiqqan. Endi ko'plar deyolmayman. Ayrimlarimiznikiga отказ chiqqan deyapti bu yerda. Ikkinchi turmush qurgan ayollarimiz может быть chet el safariga boraman deydimi yoki bo'lmasa bu turmushim bilan yashamayman deydimi, jahl ustida. Endi baribir ikkinchi turmush degani bu qaynanani birinchi turmushdan qolgan farzandi bo'lsa, unga yomon munosabatda bo'lyapti, uni chiqishtirmayapti, o'zini farzandidek ko'rmayapti degan bo'xtonlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu yerda ko'p kelishmovchilik bo'lyapti. Может ayollarimiz aytgan bo'lishi mumkin. Ayrimlarimizniki alimentga beraman degan bo'lishi mumkin yoki ajrashamiz degan bo'lishi mumkin. Bunga sabab shu chiqishtirmaslik, ko'rolmaslik bo'lyapti. O'g'lini qizg'onishlar bo'lyapti. Kasal ayrim ayollarimizda qandaydir kasallik ham mavjud, doktorlik ishlari ham bor. Doktorlik ishlariga borib albatta o'zlarini qarashtirishlari kerak. Ayrim ayollarimizda, ikkinchi turmush qilgan ayollarimizda ayrimlarda sehr amali ham bor deyapti. Ayrim boshqa birinchi ayoli tarafdan tushgan sehr amali ham bor deyapti bu yerda. Shuniga qarashtiruv qilasizlar. Birinchi turmushidan ajrashgan ayoli bo'lsa, ikkinchi turmush qilib tekkan ayolimizga sehr kelyapti. Tozalov qilasizlar, tozalov ritual olasizlar. Eringiz sizlarni yaxshi ko'radi. Prosta sehr orqali u sizlardan qandaydir sovib qolgan. Sizlarni ayrim vaqtda ko'rgisi kelmaydi, jahldor bo'lib qolgan. Sizni ko'rsa g'azablanadigan bo'lib qolgan. Tozalab olasizlar. Ayrimlaringizni doktorlik ishlaringiz bor.
bugungi uchramimiz shulardan iborat. Qaynanalarga maslahat, sizlar ham dunyoga ustun bo'lmaysizlar-ku. Bu dunyoda hammamiz mehmon odam bo'lsak, kelinlarga ko'n bermasdan go'rlaringizga olib ketasizlarmi o'g'illaringizni? Ko'plar qaynanalar bu yerda sababchi bo'lyapti. Ko'plarda ayrimlarda qaynanalar, ayrimlarda qaynakalar sababchi bo'lyapti. Sabr bersin bularga Allohim.